Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men doimiy obunachilarim, bizani kuzatadigan go'zal o'rtoqjon qizlarjonlar. Kirilla maslagi bugun kichkina razmer tiking degan opa-singillarimiz uchun tikilgan shunaqa asal ko'ylaklarimizni ko'rsatib o'taman. Ko'rib olsanglar, ayni Zolushkaga o'xshaydigan asal ko'ylaklarni operatorimiz yaqinroqdan olib kelsangiz, mana Zolushkaga o'xshaydigan asal ko'ylaklarimizni ayni sizlar uchun tiktirib olib keldik. Materiali shtapilniy, kupra, juda ham качественный material mana 4 metrdan tikilgan, keng qilib to'kilib turadigan. Mana quyosh qaranglar, quyoshchi. Kiysanglar, ketaverasizlar koroleva bo'lib. Ayni to'ylagan kiysanglar bo'ladigan variant topalar. Juda ham chiroyli, razmerimiz 46 dan 54 gacha razmerda keladi opalar. Materiali juda ham chiroyli. Ko'rib olsanglar, mana shunaqa qilib, juda ham chiroyli qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Yaqinroqdan kelsanglar, undan ham chiroyli. Shoshilinglar, ovolinglar, hammalarni